Injektor qo'yilgan bu mashinamizga holatlarni ko'rishingiz mumkin. Mana salonlarning ichini. Mana mashinani hammasini ochib, ketgan simlarni alishtirib, polni full variantda qilib, ikkita stikli podyomni qo'yib beramiz. Общий 4 ta stikli podyomni qo'yiladi. Mana motorni atsak to'g'rilab beramiz yo'linchilarini. Ishlashni boshladik bu holasi. Mana shu holatda oldik mashinamizni. Mana cheli zamok bor bo'pti, toxometr bor, и keyin ventilyator bor. Simlarni ochib, gitaradan sochib, ichidan polni sochib, mana har tarafdan akkuratni qilib, mana izolyatsiya o'rab yig'ilyapti. Shundan kechib oldim, kollektor orqasida qolib ketgan ekan, mana kollektor orqasida qolib ketgan ekan. Bularni hamma shtekeri sinib ketgan, ularni alishtiramiz. Halasta xottikini, chuchvaranikining yangi qo'yamiz shtekerlarni. Qorada qara hammasini akkuratni qilib, mana ishlayapti bu holisi. Hamma narsasini unutdim, tatqanliklarni bemalol ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda ishlayapti faqat hamma svetlarni. Avro turishni chek, patfanlikdan. Mana hamma yo'ni chochib tashlaganmiz, simlarni o'tkazamiz, mana motorchilar. Bu holisi ishlab bo'lyapti. Kech bo'lishiga qaramay, ishlaymiz xudo xolisi. Bu taraflarga qilyapti, mana ko'ryapti taraf. Mana mo'yka qilamiz xudo xolisi. Tekinga yuvib beramiz. Bizda polni full variant remont qildirsak, mashinalarni tekinga mo'yka qilib beramiz.